Instagramda bolalarga ham, qizlarga ham bir xilda kerak bo'ladigan odamni kadrga joylashtirish yoki bo'lmasam qanaqa to'g'ri syomka qilish bo'yicha darsligimizni ko'rishga xush kelibsiz o'rtoqlar. Biz darsimizni boshlaymiz va men hurmat qilaman. Undan oldingi darsimizda ham aytgandim. Men bilim olishga qiziqadigan odamlarni hurmat qilaman, chunki ular boshqalarni ham hurmat qilishni biladi. Darsimizni boshlaymiz o'rtoqlar. Demak, sizga savol. Kadr qanaqa bo'lsa chiroyli bo'ladi, oke? Tak. Kadr qanaqa bo'lsa chiroyli bo'ladi. Bu birinchi bo'lib turib odamga nisbatan tanlanadi. Misol uchun, agar men bundoq turadigan bo'lsam, sal xunukroq chiqib qoladi. Undan ko'ra sal bundoqroq tursam, chiroyli chiqadi. Yoki bo'lsam sal bundoqroq tursam, tekis tursam ham chiroyli chiqishi mumkin. Xunukroq joylashtirib qo'ymaysiz, syomka qilayotganingizda gradus bo'ladi. Mana matematika, geometriyada o'rganganmiz-ku, gradus bor. O'shanga moslab turib joylashimiz kerak bo'ladi. Bu narsalarni darslikda ko'rib chiqamiz. Darsimizni boshlaymiz. Bizga eng asosiy urg'u beriladigan narsa bu setka bo'ladi. Setkaga odamni joylashtirishi ko'rib chiqamiz bu darsimizda. Ko'pchilikga qiziq bo'lsa kerak, menimcha, odamni setkani qaysi joyiga joylashtirish kerak? Buni bilasizmi? Ha, bilaman. Qayerga joylashtirish kerak? O'rtaga. O'rtaga? Aha, o'rtada turdim. Chiroylimanmi? Sal qo'lingizni chiroyliroq qiling. Ha, demak, qo'limni bundoq qilishim kerak. Albatta. Aha. Yaxshi. Keyingisi, agar sal chaproq turadigan bo'lsangiz, demak, o'sha setkani chap burchaga joylandi, ammo bu Instagram formatida juda xunuk ko'rinadi. Demak, o'rtaga turamiz. Demak, bu tomonga o'tadigan bo'lsam, o'rtada, to'g'rimi? Da. O'rtada bo'ladigan bo'lsam, demak, chiroyli chiqyapti. Demak, chap tomonga o'tsam, xunuk, o'rtada chiroyli. Va o'ng tomonda ham menimcha chap tomondagidek bir xil xunuk bo'lsa kerak. O'rtaga turamiz. Ozgina profil berib ko'ramiz. Qaysi tomonga? O'ngga, chapga? Chapga. Chapga profil berdik. Va siz to'g'ridan-to'g'ri asosiy chiroq orqali kelayotgani uchun siz bu yoqda chiroyli ko'ra olasiz. Zo'r. Agar xohlasangiz bu tomonga profil beramiz. Aha. Ana endi sizda xunuk ko'rinadi. Sababi sizga asosiy chiroq sizdan teskari tomondan kelyapti. Ana, chiroq qo'yish darsligimizni bundan oldingi videoyimizda ko'rib olsangiz bo'ladi. Xo'p, mana darsimizni setka qismini eng qiziqarli joylariga keldik. Mana men setkani o'rtasida turibman va setkani tepa qismidagi chiziq meni ko'zimda joylashgan. Shuni hisobiga kadr chiroyli chiqyapti, chunki Instagramga kirgan odamni e'tibori, ko'zini qarashi telefonimizni shu qismida bo'ladi. Bu degani odamni e'tibori odamni yuziga, boshiga ketishi kerak. Misol uchun kadrimizni o'zgartirib ko'ramiz. Mana kadr pastroqqa tushdi va boshim tepada bo'lib qoldi. Endi kadrda xunuk turibman va kadrda bu yoqda boshim bo'ladigan bo'lsa, Instagramda tepada ozgina videoni qisqartirganning hisobiga boshim kesilib qolishi yoki tepada bo'lib turib ko'rinmasligi, e'tibordan chetda qolib ketishi mumkin. Mana hozir endi kadr tepaga qo'yib qo'ydik. Endi men pastda bo'lib qoldim, boshim pastda bo'lib ketdi. Endi buni odam ko'ra olmaydi, sababi juda ham pastda bo'lib ketdi. Odam pastlikka uncha qaramaydi va Instagramda kirganimizda pastda yozuvlar turadi, profil, podpisatsiya tugmasi turgan bo'ladi yoki bo'lmasam izoh qismi turgan bo'ladi. O'sha joyda sizni yuzingiz to'silib qolishi mumkin. Shuni hisobiga siz setkani bu chizig'iga odamni moslashingiz kerak. Shunda siz odamning e'tibori sizga ketadi. Qolaversa yana bitta ajoyib narsa bor. Agar fondan uzoqroq turishimiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz ozgina orqaga yursangiz fonga birlashib qolasiz. Ozgina orqaga yuramiz. Orqaga yuraman, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Orqaga yuraman. Qancha yuring? Yana orqa, yana. Bo'ladi, ajoyib. Bo'ladi, aha. Bu holatda siz fon bilan birlashib turibsiz. Demak, bizlarni syomka qilayotganimizda asosiy e'tibor qiladigan narsamiz bizga qo'yilgan personajimizni fondan kamida 2 metr oldinga olib chiqish. Demak, oldinroqqa kelamiz. Fonga keldim va 2 metr yaqinga keldim. Bo'ldi. Syomka ajoyib bo'ladi. Qo'shimchasiga biz syomka qilayotganimizda kino effektdan foydalanadigan bo'lsak, fondan odamni ajoyib tarzda ajratib olamiz. Ana, shu ma'lumotlar sizga foydali bo'ladi. Endi hammasini bitta eslab olamiz. Setkani bu chizig'iga odamimizni ko'zini moslaymiz. Setkani o'rtasiga odamimizni moslaymiz va fondan 2 metr yuramiz oldinga, ya'ni fon bilan odamni oraliq masofasi 2 metr bo'lishi kerak. Bizda aynan shu narsalar joylangan. Shuni hisobiga bu kadr ancha chiroyli ko'rinyapti. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Easy Techno, oson tushuntiramiz. Yana qanaqa savolinglar bor, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanaqa kontentlar sizlarga qiziq, bu narsalarni ham yozib qoldiringlar va biz sizlarga imkon qadar yordam berishga harakat qilamiz. Siz ham bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Easy Techno, oson tushuntiramiz.